Biz bugun Muhammad Solih bilan ota uyimga mehmonga bordik. Mani dadamlar olib ketishdi. Chunki dam kuni bo'lgani uchun xo'jayinim dam olib yotgandilar. Xo'jayinim turishlarini kutgunimcha kech bo'lib ketardi. Dadam yo'l-yo'lakka birovlar bizni olib o'tib ketdilar Muhammad Solih bilan. Kichkina singlim keling deb qo'ymadi. Ayam uyda osh qilyapman, tezroq kel deb betidan tinmay telefon qilib yotibdilar ayam. Dadam men uchun karam olganini kirib ketdilar, chunki men oshni karamsiz yemayman. Ishonasizlarmi qizlar, yozda pomidorsiz yemayman, qishda karamsiz yemayman. Ayamlarda uylarida bitta daraxt bor, o'zi mana shu olma. Mana shu ham to'kilib shunday hovlini rasvo qilyapti ekan. Ayam yaqinda operatsiya bo'lganlari uchun hovlini shipirganlari yo'q. Singlim o'zi meni chaqirib qo'yib, uxlab yotibdi ekan. Keyin kirib uyg'otdim. Tur desam, kameraga olmang, kamerangizni o'chiring deb aytadi. Bo'pti, tur, o'chiraman demda. Keyin majburlab uyg'otib chiqdim. Nima meni chaqirib uxlaydi, to'g'rimi qizlar? Keyin o'g'lim Muhammad Solih tog'asi bilan o'ynashga tushib ketdi. Shuni diskoteka qilib o'ynaydilar, boshlarni qimirlatib. O'tirmaydilar, faqat o'g'limni shunaqa qilib yurg'izish kerak-da. Keyin osham birpasda tayyor bo'ldi. O'zi kelsam ayam damlab qo'yibdilar-da. Ko'ryapsizlarmi qanaqa chiroyli osh chiqibdi. Ta'miga ham вообще gap yo'q. O'zi ayam oshni rosa ham shirin qiladilar. Boshqa qolgan ovqatlarni unchalik yaxshi qilmasalar ham ayam oshni yorib qo'yadilar. Вообще zo'r qiladilar. O'sha kuni ham borgan kunimizda rosa ham shirin chiqibdi oshlari. Anchadan bas yemaganimga ayam qo'llaridan osh maza qilib yeb oldim. Keyin kechga singlim bilan, katta singlim kelolmadi. Biz kichkina singlim bilan o'zimiz bordik. Kechga kichkina singlim bilan alive salat qildik. Ukam rosa ham yaxshi ko'radi, o'g'il bola ukam Muhammad Qodir. Alive qilinglar dedi, alive qildik. Nima kapchonni ham qo'shasizlarmi demanglar, u bir joyda turganiga. Ha, jicha qo'shdik. Sal ta'm beradi deb. Makka garoq yo'q ekan, o'rniga shunaqa uyimizda nima bo'lsa qo'shib yubordik. Aytaq zo'r chiqdi. Alivedan ham zo'r chiqdi. Maza qilib yeb oldik. Muhammad Solih xolasiga qarashib turibdi. Bechora tog'asi nima bo'lib ketyapti, tilim ahamiyat bermanglar. Grippligimga zo'rg'a gapiryapman. Ko'chalar hamma yoq chang, dimog'im unaqa bo'lib ketyapti-da, yo'talib ketyapman. Hamma yoq changligiga. Muhammad Solih shunaqa tog'asi bilan yurib, kuni bo'yi tog'asini вообще charchadi. Chunki o'tirmaydi-da, bilasizlar-ku, Muhammad Solih faqat yurg'izadi. O'zi ham yurmaydi. U kishini yetalab yurish kerak-da. O'sha kuni kechgacha bo'lgan bo'lsa, uyda kechgacha tog'asi shunaqa yetalab yurdi-da Muhammad Solihni. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana Kokameloni ko'rsa o'g'lim shunaqa xursand bo'lib ketadi. O'zi yig'lab yotibdi, injiqlik qilib. Kokamelani qo'yib bersa xursand bo'lib ketyapti. Birinchi Mashani ko'rdi o'g'lim. Mashadan ham zerikdi, keyin Siniy traktorga o'tdi. Siniy traktordan ham zerikib, hozir Kokamellaga o'tganmiz. Faqat Kokamella ko'ryapti.